Teplovoy nasos, konteyner umuman kerak emas, kotel umuman kerak emas. Shu teplovoy nasos qo'ygan holatda isitishga, sovutishga binolarni ishlatsanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga issiq suv ham beradi. Bu teplovoy nasosimizni quyosh paneliga ulab turib ham ishlatsa bo'ladi. Va undan tashqari shahar elektr tarmog'iga ulab turib ham ishlatsa bo'ladi. Bu teplovoy nasos bo'yicha biz o'quv kurslarini tashkillashtirganmiz. O'quv kurslarimizda teplovoy nasos montaji bo'yicha, isitish, sovutish tizimlari bo'yicha, hisob-kitob, gidravlika, yana boshqa narsalar proyekt bo'yicha umumiy hammasi o'rgatilinadi. O'quv kurslarimiz bo'yicha batafsil informatsiyalar pastda nomerlarda yozib qoldirgan bo'laman. Kim shu narsaga qiziqadigan bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarning ham shunaqa joyinglar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni isitishga, sovutishga mo'ljallab sistemasini noldan yig'moqchi bo'ladigan bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Isitish, sovutish tizimlarini tejamkor, samarador uslublarda qilib beramiz, xudo xolasa. Kuninglar xayrli o'tsin, tan joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.